O'g'limni tug'ilgan kuniga qanaqa tayyorlanganim haqida aytib beraman. Ro'za payti bomdoddan keyin uxlamasdan qizim bilan fotozonani yasatdik. Videoda ko'rib turgan hamma narsani Xitoydan zakaz qilganman. Kursimda o'qib, sizlar ham shunaqa zo'r narsalar zakaz qilsanglar bo'ladi. O'g'lim rosa tort xohlayotgandi. Tortini bir qog'ildan pishirib qo'yuvdim, yasatishi qoldi. Temamiz safari tema edi. Shu sabab fotozonani ham, bolalarning kiyimini ham mayda detallarigacha o'ylab zakaz qilgan edim. Bu protsess menimcha bolalarimdan ko'ra o'zimga ko'proq yoqadi. Oxirgi sharlarni уже shunday shirib yordim. Chunki уже yorishib ketdi, bolalar uyg'ongungacha ulgurishim kerak edi. Sharni yasatish uchun shiradigandan tortib hamma narsa komplektida keldi. Mana уже Dovud uyg'ondi. Keyin menga o'zicha qarashga harakat qildi. Masalan, orada bitta sharni yorib yubordi. Bu narsa bizda har safar bo'ladi, o'shaning uchun skotchlab qo'yurdim. Dekoratsiyam почти tugab qoldi. Premyerka qilib Dovud rasmga olib ko'rdim. Tort yasatishga o'tdim. O'tni necha marta oyadigandan onalarga qanchalik qiyinligini tushunish mumkin. Xitoydan zakaz qilgan kiyimlarimni olib dazmol qildim. Dovudga kiydirib yana premyerka qilib ko'rdim. Bu payt уже Xoron uyg'ongan edi. Uni kiyintirib eshik orqasida kutib turishini iltimos qildik. Endi davomini bolalarimning profilida ko'rsanglar bo'ladi. Bolalarning xursandchiligi onani qanchalik baxtli qiladi. Siz ham farzandlaringiz tug'ilgan kuniga shunaqa tayyorlanasizmi?